Ye, baxtovchisimi? Zulya Basitovnami? Erkak olamasmidi? Men bugun bagema ovlagani kelganman. Bormi bagemalaringiz? Bor, sizga yoqadigan modellar bor. Yuring. Ko'ryapsizmi, mana Umid modelimiz o'zimizni Linardi brendi asosida tayyorlangan, qarang. Ruchnoy rabota. Buni 3 xil modeldagi ko'rinishi bor. Umid juda ham silliqqina ekan, a. Buni nimalari bor ichida shunda? Bu 12 talik komplekt, 2 ta mevasi, 2 ta shokoladi, 8 ta chaqisi bo'ladi. Narxi qancha? Narxi $299. Anchagina silliq ekan. Keyingisi bormi? Albatta. Yuring. Bu bagemamiz ana Umidizdan anchagina qimmatroq turadi. Azizda 2025 novinka modellari. Buni dasturxoningizga qo'yganingizda, даже o'zingiz tug'ishgan siyningizni ham, ana ichi qora dugonalaringiz ham bir joyi yonib ketadi. Yo'q, Narxi esa Umidnikidan 10 barobar qimmat. Unda o'ylab ko'rdim. Xullas menga zo'ra bering. To'g'ri qaror. Sizga Zulya Basitovnaga xuddi shunaqa aziz modeldagi bagemalar yarashadi. Bering, o'rnatirib beraman. Rahmat. Azizni yuklab uyimga borib qo'yarsizlar, xo'p? Xo'p. Ciao. Keyingi kelishlariga ozodlikni tayyorlab qo'yamiz. To'g'ri.